Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemize başlayımız. Leksiye de size hacer, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü mavzularımızda Amerika Koriya birleşme manveri ötküzdü. Amerika, Rusya ve Cumhur'u taşlip etip, Çavuşan meselesini öz aldığı hal kılmakçı. Mavzulu haber 12. ayının 4. günü Fenvi Torbiyeti dilan kılındı. Haber mındak başlandı. Çavuşan'ın keskin inkasığı yüzlengende Cumhur ve Rusya hırs peyda kılmaslıktan müdafiye kılıp turganda. Amerika ile Koriya haftanın birinci günü bir neçe yüz harbiy aeroplan bilan harakatga keltirib, bir neçe yüz harbiy aeroplanni harakatga keltirib, havo armiyasının zo'r ko'lamlik manevrini o'tkazdi. Buningdan bir hafta burun Çavuşan bir dana raketa sinaq qilgan edi. Cumhurning tashqi ishlar ministri Geng Shuang mundaq ko'rsatdi. Çavuşan yerim arılan vaziyeti pek sezgör. Biz alakadar taraflarının hırs qilish hareketlerden saklanışını, texmi köp tirishchanlik ko'rsatib, ciddi vaziyetni pasaytishni umid qilamiz. Çavuşanning raketa sinaq qilishni ayblagan bir vaqtda Moskva Amerikaning Çavuşan yerim arılda harbiy kuchni ko'z qilganligi va Çavuşan xalqini g'azablantirayotganligini tanqid qildi. Tashqi ishlar ministri Lavrov mundaq ko'rsatdi. Amerika bundan burun bahor kelishdan burun harbiy manevr o'tkazmaydiganligini bildirgan. Diplomatik yo'l bilan masala hal qilishga makon qoldirgan. Lekin hozir Amerika Koriya harbiy manevr o'tkazib, Çavuşan yerim arilining vaziyatini jiddiylashtirib o'tdi. Urush girvigiga yaqinlab keldi. Ogohlantirish ko'zuri belgilik 5 kun davomlashadigan harbiy manevrga 12 ming kishilik harbiy qo'shin qatnashdi. 230 dana kurashchi harbiy aeroplan harbiy manevr qildi. Cümleden F-22 belgelik aeroplandan 6 dana, F-35 belgelik harbiy kurashchi aeroplandan 18 dana aeroplan qatnashtirildi. Koriya matbuatlari B-1B belgelik uzun musofalik bombardımanchi aeroplanmi manevrga qatnashtirildi deb ko'rsatdi. Amerika harbiy ishlar davriy jurnali xabar qilib mundaq ko'rsatdi. 5 kunlik harbiy manevr jumladan dushman singib kirish, Amerika Koriya birlashib 8 joydagi harbiy nishonlarga to'g'ri zarba berish, dal zarba berish qatorliq mashg'ulot tartiblarini manevr qildi. Havo armiya bayonotchisining so'zlaridan naql keltirib xabarda mundaq ko'rsatildi. Manevr Koriya Amerika havo armiyalarining moslashib harakat qilishini kapolatga qildi. Haftaning birinchi kuni Çavuşan vatanni tinch yo'l bilan birlik keltirish komitetining bayonotchisi mundaq dedi. Koriya bilan Amerika bu qatim harbiy manevrni ko'ptirib, Çavuşanning yadro aslahalari, raketa bazalari cümleden 700'den artıq muhim nişanlarını seyrek topuğa aylandırıp ötediğen tarihte misli görülmegen harbiy manevr deyişivatıdır. Hava uruşu kozordan teşkillengen, tarihte görülüp bakmagan zarb beriş hareketi deyişivatıdır. Çavuşan'a en zor besim payda kıldı. Bu manevr Çavuşan'a en zor besim payda kıldı deyişivatıdır. Bayanatçı mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Koriyaning birlashma havo armiya manevri Çavuşan'a eğer xiristdir. Çavuşan taraf o'zliksiz orqadan kelayotgan xiristlarga rahmisiz zarba berdi. Çavuşanning tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati Çavuşan yerim oralida intayin xatarlik
elişiş, yani yadro kuralları uğraşıga tevekkelçilik kılıvatıdı dedi Çavuşan'ın bayanatçısı. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy turishliq vakili Nikki Haley uzun urush boshlangan hamon Çavuşanni uzil kesil tarmar qilish kerak deb ko'rsatgan.